Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Hop, svarshchilik olamidagi innovatsion yangiliklarni ishlab chiqarishda davom etamiz. Hop, Jinoda yig'iladigan zamonaviy tovuq katagini yasab sotishni boshlagandik. Bu katagimiz boshqa kataglardan farqli. 2 metrga 1,5 metr enlikda bo'ldi. Mana shunday holatda yig'ilgan holat bo'ladi. Do'stlar. Hop. Tom qismi xaridorimiz shu shokolad rangini tanladi. Orqa qismida yangi falga qog'ozlar bo'ladi, issiq sovuq o'tkazmaslik uchun. Tom qismi profnastildan iborat. Xo'p, katagimizning qurilishi mana shunday tartibda yig'ishtirilgan holat, mana shunday tartibda qurilish holati bo'ladi. Xo'p, svarshchilik do'stlarimiz uchun ko'rib o'rganib olishlari ham mumkin. Mana shunday holatda stopper qo'yganmiz, ya'ni tutib turuvchi qo'yganmiz. Shunday o'rnashadi. To'rtala burchagida 4 dona. Maxsus boltga o'zi qotadi. Mustahkamligi davom etadi. Ikkinchi tomonni stopperga qo'yamiz. Bu qo'yilib bo'lib qurilgandan keyin mana shu ikkita boltimiz atverkada oxirigacha qotirib qo'yiladi, toki keyingi buzilgunicha mustahkam holatda turadi. Eng oxirgi stopperimizni qo'yapmiz. Qo'ydik. Xo'p. Katagimizni oxiri 1,5 metr uzunlikda bo'ldi. Eshigi 50 sm uzunlikda. Eshikda ochilib yopilishi. Qo'shimcha dastak qo'yib o'tirmadik, eshik kichkina bo'lganligi uchun. Xaridorimizga shu ma'qul bo'ldi. Qo'shimcha dastak shart emas dedilar. Qo'shimcha dastak qo'yib berish. Bu jo'jalar uchun, 40 ta jo'ja boqish uchun mo'ljallab yasaldi. Agar tog'larga bo'ladigan bo'lsa, bu burchakdan yoki bu orqa burchakdan kichkina 25 sm, 25 sm bo'lgan, xo'p, tuxum qo'yadigan joyini yaqinda joylashgan, tuxumlarni olish uchun mo'ljallangan eshikcha bilan jihozlab qo'yamiz. Xo'p. Tom qismini qo'yishdan oldin bitta videosini hamma tomondan ko'rib qo'yinglar do'stlar. Mana mashinamiz turibdi. Yuklab xaridorimizga jo'natib yuboryapmiz, xudo xolasa.